Qachon manzilimga yetib borar ekanman? O'sha 2 soatdan beri yuribman. Xo'p, lekin chiroyli joylar ekan, suvlar, stop. Kichkina orolchada Jitil nima qilyapti? Bro, bu yerda nima qilyapsan? Qo'y, Jitil, nega sen bunaqa joyda bir o'zing o'tiribsan? Kichkinagina orolchada. Bu yoqqa qanaqa kelib qolding? Bir boshdan menga aytib berchi. Men juda qiziqayman bu yerda qanaqa qilib kelib qolganingga. Jamol uyida o'z ishlarini qilayotgan edi va birdaniga eshik taqillab qoldi. Eshikni ochganida esa bir xarita turgan edi. Jamol xarita belgilangan joyda xazina bor deb o'ylab, belgilangan joyga sirazi ketdi. Jamol tog'u dashtlarni kechib, to'fonlardan o'tib, o'z manziliga yetib keldi deya olmayman-u, lekin qanaqadir orolchaga kelib qoldi. Va territoriyani ola olmay adashib qoldi. Eshitdim hammasini. U juda katta hikoya ekan, uxlab qolimman. Sen bunga adashib qoldingmi? Bunga atayin kelib qoldingmi? Qarochi, bu meni ishim emas. O'zingni eplab ketarsan. Davay, gaplashamiz. Qanaqadir ovoz chiqdimi? Jitil, nima deysan? Nima, men senga endi yordam berishim kerakmi bu yerda? Nima? Mayli, men seni bu azoblardan qutqaraman. Xo'p, mayli, ko'ndirdim. Men senga yordam beraman. Ko'p quvonma, keyinchalik pushaymon yeysan. Bu orolchada sen 2 kunga bormay o'lib ketasan, chunki bu yerda ovqat yo'q. Lekin ana bu yerda ham orolcha bor. U yerni ham bir tekshirib ko'rish kerak. Lekin u yerga sen borasan, tushunarlimi? Nima? Men hamma ishini men qilib berishim kerakmi? Unda sen nima qilasan? Bitta suzib borsang bo'ldi-ku o'sha yerga. Go! Agar suzishni bilsang kerak. Evet, tezlash. Xo'sh, endi hamma narsani men qilib bersam, o'zing nima qilasan? Betayin. What the fuck? Suzishni bilmayman desa bo'lardi-yu. Yana kiyimimni qo'l qilaman. No mayli. Nay. Yo, Asu, bola yangilik sport o'yinlariga stavka, kazinolar va boshqa tavakkalchi o'yinlarda o'z omadingizni sinab ko'ring va boyib keting. Kommentariyadagi silka orqali Mospitda registratsiyadan o'ting va 3 million so'mgacha katta bonus oling. O'yinlar qonuniylashtirilgan. Davay bola, menga ruxsat beringlar, uyga ketishim kerak. Xotinga yangilikni aytay. Xotin kommentariyadagi silkaga kirgandim, 3 million so'm yutib oldim. Nima ekan, sam ne o'g'irsan, qay qo'ysam ekan-a, yurmaydi. Sen mana shu yerda kutib tur. Men u orolga borib kelaman. Qani ko'ramiz u yerda nima bor ekan yeyishga. Sen o'zingni ovora qilyapsan, chunki sen cho'kib o'lib ketasan. Xo'p, ko'raylik, o'zi kecham bo'lyapti. U yerda nimadir bor. What? Sigirmi? Yo, bola, mana bu katta o'lja. Bebe. Yo, Jamol, sen uchun 2 ta sigir olib kelyapman. Xo'p, buni qayerga qo'ysam ekan-a? Yo, Jamol, mana 2 ta sigirni ham shu yerga olib keldim. Yo, nima? Pichoqmi? Garay, to'xta. Bularni hozir so'ysa, keyin nima yeymiz? Ozgina yeyin ishlat. Mana bu kallaning ichida nimadir bormi o'zi? Bularni ko'paytirib keyin yeymiz. Agarda hozir bularni yesa, keyin nima yeymiz? Yo, Jamol, arazlama. Xo'sh, mana, okey, tayyor. Bolla! Bolla, sizlarga gapim bor, tezroq kelinglar. Yo, Jamol, akrobatiksan, sen. Ko'rishda, hech kim xafa bo'lmasligi uchun biz buni ovozga qo'yamiz. Ya'ni sigirlarni hozir yeymizmi yoki yemaymizmi? Agarda sigirlarni keyinchalik yeb ko'paytirib kiyimiz desanglar, qizil zonaga o'tinglar. Yo, hozir yemaslik uchun 2 ta ovoz. Demak, 2 ga 1 bo'ladi. Va men ovozda men ham ishtirok etaman. Agarda sigirlarni hozir yeb keyin yemaymiz desak, yashil zonaga o'tinglar. Yo, Jamol, o'ylab ko'r, sigirlarni keyin yemasligimiz ham mumkin. Xo'p, men hozir yashil zonaga o'tsam, hozir sigirlarni yeb keyinchalik yemaymiz. Qizil zonaga o'tsam, keyinchalik yeb ko'paytirib har doim yeymiz. Demak, men qizil zonaga o'taman. Yo, Jamol, men o'yinning shartini bittasini senga aytmagandim. Yutqazgan odam o'ladi. Mana, okey, mana shu yerda qisa o'ttiringlar. Bo'lmasam bilasizlar nima qilishimni. Okey, normalniy bunisi. Chidasa bo'ladi. Xo'p, Jamol, senda bitta gapim bor. Biz endi bu orolchada yashab qolamiz. Endi bizga bu yerda 2 ta uy kerak. Buni esa sen o'z zimmenga olasan. Tushunarlimi? Yo, sen bitta uy ham qura olmaysan deyman. Kerak narsalar olo. Wow. Yo, sizlar hali ham chapishmadinglarmi? Tezroq ko'payishinglar. Xo'p, men qayergadir boraman, nimadirlar topib kelishga. Qaysi tomon yaxshi ekan? U yo'q yoki bu yo'q. Mayli, u tomonga boraman. No, lekin qanaqadir uzoq joyda ko'rinyapti menga. Yo, ishni boshlab yubordinglarmi? Yaxshi, sizlar odam bo'lasizlar, ya'ni sigir bo'lasizlar-yu. Yo, bunaqa tez. Okey, 2 ta. Stop. Hali sizlar ertachi emasmi? Yo.
Yo, what? Let's go. Oilamiz a'zolari ham ko'payib qolishdi. Demaydi, men nimadir izlashga ketdim mana bu tomonga. Xo'p, uy uchun nimadir olib kelaman, ya'ni bu orol uchun. Nima bor ekan bu tomonlarda? A few moments later. O'sha ishtimi topolmadim. Jonajon, orolimga yetib keldim. Xo'p, sigirlarim ko'payishyaptimi? Stop. Bitta katta sigir qani? Jamol! Ey Jamol! Bitta katta sigir qani? Wow, kiyimingni almashtiribsanmi? Stop. Oqqara. Stop. Tushunmadim men hozir. Oqqara. Jamol! Ey Jamol! Seni o'ldiraman. Bitta kiyim uchun bitta sigirni o'ldirib. Video qisqa bo'lib qolganligi uchun uzr so'rayman. Davomi bor.